Ben sana kirishdan burun ishni chekib, kirishga ijozat so'rg'in deb ko'p qitim dedim-ku. Sizga yetkazgan ish bek muhim bo'lg'achqa udil kiribdiman. Har qancha muhim ish bo'lsa-mu, qoida bo'yicha ish ko'rishing kerak-da. O'tinib qolay begim, avval gapimni anglasizlar. Avval ishni chekib, ijozat olgandan keyin kirsang, ondan sening gapingni anglayman. Biroq men bilan qarshilashmoqchimisan? Buyruq bo'yicha ish qil. Xo'p, begim. Begim. Kimsan? Men nöker Hilal. Ishimni bekla siqibatdan. Bayatın beri shu yerda turibsan. Kirib gap qil. Nima gap u? Xalifani chavandozlari qovuq tuvdi turdi. Nima? Xalifa ushtumtot qo'g'dig'ichilari bilan bu yerga kelibdi. Xalifani bu yerga keldi demsan, burroq degan bo'lsa oldiga chiqatdim emasmi? Shunda qilay degan Pasha begi, biroq sizli voy ha vaqti tez bo'l. Bu yerda qarab turmay, darhol berib yo'lning amonligini qo'g'dayli. Tez bo'l. Xalifa yassun. Xalifa yassun. Xalifa yassun. Xalifa Qazqalanni vazifasidan elib tashlashga kelganmidi? Xalifa Qazqalanning oldiga sotqa tortilish uchun kelibdi. Xalifa muhimmi yoki Qazqalanmi? Haqqa egishish hammadan muhim. Yo'lni bo'sh to'la. Hammalar yo'lni bo'sh to'la da'vatiman. Kaslar javobgar. Yo'q. Huzurimizga kelganlarga rahmat. Qazqalanning talabi bo'yicha sotqa tortilish uchun keldim. Qayerda o'ltirman? Qayerda o'ltirsa bo'laverdi xalifa hazratlari. Yo'q, mahkamaning belgilamasi bo'yicha o'ltiray. Amsa bu yerda da'vogarning yanida o'ltirsalar. Qazqalan hazratlari keldi, o'rningizdan turinglar. Bu kishi xalifa mening joyimni egilib olib, u yerga ziyofatxona selib oldi deb ustunlaridan shikoyat qilib kelibdi. Bu rostmi? Bu rost. Tinchlaninglar. Bu ishda hech qanday xatolik ko'rilmadi. Qandoq deylar? Da'vogardan so'rab baqsizlar. Men da'vodan voz kechdim, hazratim. Bu nima gap? Biroz san tahdid soldimi? Hargiz undaq ish yo'q. Balki biz xalifa bilan kelishib, yerning asli bahosidan ko'p pul oldim. Qachon shundoq bo'ldi? Oqshom shundoq bo'ldi. Xalifa hazratlari bu joyning biror kishining idorchiligida ekanligidan xabari yo'q, shundoq qilgan ekan. Men o'z elimizning mehmonlarini kutadigan ziyofatxonaning mening yerimga solinganligiga qarshi emas. Unda qilsam men vatanimga ziyorat yetkazgan bo'laman. Bu gapni nimishqa boldiroq aytmaysan? Chunki men yerimning pulini texi oqshom oldim. Meningcha men endi xatoligimni tuzatdim. Sizlar joy egisining haqqini qaytirib bo'lgan bilan ko'pchilikning haqqi yanala bor, xalifa janoblari. Alloh bilan qasam qilay, men bu joyning birasining igdorchiligida ekanligidan xabarsiz ekanman. Bu ishni mendan yo'shirgan vazirni vazifadan ep tashladim. Masala buningla bilan hal bo'lmaydi. Sizlar kishilarga haqning cho'qim egisi qaytarilganligidan ko'ngli amin tepish uchun heliqi vazirni vazifadan ep tashlaganliklarini jakolashlari zarur. Bo'ladi Qazqalan hazratlari. Xalifa janoblari, sizlar 1000 dinar pul chiqarib, igi chaqisi yo'qlar va musofirlar panohlanadigan joy seppasizlar. Hukm tamom. Kishilarning og'zida bugun Qazqalanning adolati, jasorati va uning ojiz bechoralarni yaxshi ko'radiganligidan boshqa gap yo'q. Alloh qalbimizni riyodan va dunyoparastlikdan xalos qilsin. Amallarimizni faqat o'z roziliklari uchun qilg'ili nasib qilg'aylar. Sizlar menga oldinlariga xalifaga chetishliq bir da'voning kelganligini aytib bermidingiz-ku, atta? Buningga sanmabdiman. Odam qandaqmi xalifa bilan yuz ko'rishganligini unutib qolsin, ata? Ha, qizim, qozi albatta shundoq bo'ladi. U faqat oldidagi hujjat, faktlarga qaraydi.
Biroq u degan xalifa tursa, agar qozi o'zi davosini so'ragan kishining martabasiga qarab ish qiladigan bo'lsa, adolat bichora bo'lib, ojiz kishi kuchlik odamdan haqqini ololmagan bo'ladi. bu to'limi haq gap bo'ldi. Biroq qissaning davomini aytib bermaslar bo'lmaydi. Bo'ladi qizim, davomini aytib beray. Allohning fazli, rahmati, payg'ambar alayhissalomning tirishchanligi bilan islom dini har qaysi arab qabilalariga keng tarqalgan bo'lsa-mu, biroq bu da'vatga o'shmanlik saqlayotgan kishilar yanala mavjud edi. Endi Muhammadning tag'isi ham zadan qisasingda ammamsan. Allah bilan qasamki, uni hargiz olmay qo'ymayman. Biroq bu gap mush yerda qolsin. Men neyzvozlik maharati ustin bir qul bilan pitishdim. U jangda Hamzini paylab o'ltiradigan bo'ldi. Bu ochiqim vahshiy deyman. U arablar ichida neyzvozlikqa hammadan mahir. To'xta. O kelyotidi. Vahshiy, uni o'ltira oldingmi? Men bilamoqsizlar, men o'liklar orasidan uning jasadini ko'z tutib qo'yay. Qarab turinglar. Men uni parch-parch qilib jigirini ham yeyman. Oradan bir qancha yil o'tib, payg'ambar alayhissalom eng suyumlik zimin Makkaga g'oliblarcha qaytib keldi. Ey xaloyiq! Muhammad ustunlarga zo'r qo'shin bilan keldi. Mening o'ylamga kirib olgan kishi amin qoladi. Kabining ishiga kirib olganlarmi? Shuningdek, uyiga kirib ketib, ishigini taqab turib olganlarmi? Amin qoladi. Ering Abu Sufyan nima da'vatida endi? U Muhammadning diniga kiribdi. Sening ma'qulliqingsiz islomga kirgan kishini bo'ldi qilamsan. Navada Abu Lahab iymon etgan bo'lsa, uning tilini kesratgan bo'lardim. Abu Sufyan hargizmi Abu Lahab emas. Nima da'vatsan? Ham jigar yeydigan qonxo'r. Bayam degan gaplarini unutib qolgan bo'lsang, senga deb beray. Ig'zingni yum, o'tinchi xotin. Muhammad degan gap bilan meni ayblamoqchimisan? Mening to'g'ri xatoni bilgichilikim bor. Men bilan qaring bo'lmasin, Ummi Jamil. Senmi eringga o'xshash oljib qopsan. Senmi eringga o'xshash oljib qopsa. Oljibsizlar. Oljibsizlar. Hammanglar oljib qopsizlar. Qani xayrindoshlar, xurma bilan sutga beqinglar. Abu Sufyan? Abu Sufyan. Birdam turib turinglar. U mening xotinim. Bir ish bor o'xshaydi. Nima gapingiz bor? Sizlarga deydigan ozroq gapim bor edi. Tanga. Alloh bilan qasamki, men kishilarning ilgari Kabening yinida ibodatni uningdek voyaga yetkazib qilganligini ko'rib baxmagan edim. Bu to'g'ri. Biroq buni siz desangiz ajoyib tuyuladi ekan endi. Arablar buniki Makkaga ibodat qilg'ili keladigan bo'ldi, hurmatli Abu Sufyan. Nima gapdi? Qani aniqroq aytmamsiz? Men payg'ambar alayhisalomni oldiga berib iymon etay deb o'ylagan edim. Uning tog'isini o'ltirib, jigirini yeb bo'lib, endi o'g'anda iymon etmoqchimisiz? Men bilan uning yiniga boramsiz yo'q. Men o payg'ambarning oldiga sizni elib berishga petinolmayman. Jamoatingizdan bir kishi billi ba'son. Undaqda ana taraf qarindishim Osman ibn Affonga deb baqay. O siz bilan billi boradigan ish bo'lsa, mening boshqa fikrim yo'q. Bu katta ilahlarımızga qarag'ana Abu Lahab. Buning bo'g'ini. Ular hammasini cheqib tashlabdi. La to'piga aylanib ketibdi. O'zining qarisimi ko'rinmaydi. İlahlarning ichida xormidan yasalgan bir bor edi. Uni izlab boqqin, qo'sug'indek ichib ketdi. Bu tamoq yeydigan vaqtmi Abu Lahab? Qani ilohlarim, o'rninglardan turib Muhammad va uning agashkichilaridan qissos elinglar. Asta bu narsalar jonsiz haykallar tursa, sen aqlingdan ezibsan xotin. Hayotli bo'lsam, Muhammadga o'chmanlik saqlab, bu dinga qarshi urush ochmaydigan bo'lsam. Shunda qilib, endi ona taraf aksi Hazreti Osman bilan payg'ambar alayhissalomning chediriga keldi.
Ulug' Allohning payg'ambari o'zining to'g'ri dinni oshkor qilgan ulug' Allohga iymon etaman. Payg'ambar alayhissalom kang qo'saqliq bilan uningga xush gapsiz debdi. Mening qilgan xatoliklarimni afv qilsizlar. O'zlarining rostilla Allohning payg'ambari ekanliklariga shahodat etaman. Menga yordam qilinglar. Ummu Jamil, Utayba. Men Qurayshlarning oqsoqli Abu Lahab bo'laman. Ig'zingni shon bizni birdan bosib o'qilg'ili qo'y. Men unimi bo'g'dak bir ish qil. Og'riqdan o'lay dedim. Meni qanday qilsin deysan? Kesal mangmi yo'qsin demsan Abu Lahab? Hammanglar meni yolg'iz tashlab ketay demsizlar. Biz nima qila olamiz? Hammamiz sen bilan birga o'lsak ko'nglim andin aram topadigan o'xshaydi. Yurganlar tashdahli ketib ketdi. Voycha, voy. Baqilik Allohga xos. Men eringdan ayrilib azoblanganingni bilaman. Anangdan axir qutuldik. O kesal yetib hammamizga yuk bo'lib qolgan edi. Uni dafn qilishdan ilgari yuğansizlar. Hammaylar topdan qochgandek uning yiqi yo'limidi. Uning yoqimliq kasalga mubtalo bo'lganligi esingda bordi. Amsa uni qada qildinglar? Kishilar uning badaniga yiroqdan suv to'kishga ma'qul bo'lishdi. Buyuk va katta Allohning madadisiz hech qanday kuch-quvvat bo'lmaydi. Har bir ig'iz gap qilsang Alloh Muhammad degan gaplarni ig'izdan tushirmaydigan bo'lib qolsan-ku. Seni nima o'zgartiribdi? Men jahillikda Muhammadni hammadan bek yomon ko'ratdim. Amdi hech bir kishini Muhammaddan aziz bilmayman. Ummu Jamil. Nere tur. Bundaq gaplaringni anglig'im yo'q. Men bu yerga sana ta'ziya bildirgil kelgan. Menga bundaq yolg'on xushomatchilik qilma. Yo'qol. Berib barliq tikanlarni yig'ib, Muhammadning o'tar yo'liga tashlab, uning tamoshasini ko'rib o'ltiraman. O qarg'ishdak gör. O qarg'ishdak gör Muhammad. Qarg'ishdak gör Muhammad. Beshini yeydigan Muhammad. Qarg'ishdak gör Muhammad. Beshini yeydigan Muhammad. Qarg'ishdak gör Muhammad. Beshini yeydigan Muhammad. Qarg'inayimdi. Bu Ummu Jamil emasmi? O o'libdi. Subhanallah. Qarg'anda u uxlab qolganda bo'yindagi arg'amchig'i bo'g'ilib qolgan o'xshaydi. U terib ilib kelgan tikanlarimi badaniga sanchilib qopti. Alloh bizga rahmat qilsin. Hammamizning oqibatini yaxshi qilsin. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. U axiri o'zining tegishli jazosiga uchrabdi. Bu vaqt kelgan kimdi o? Odatda ko'pincha bu vaqtlarda vadida keladi, biroq u vaqtida uning ustiga eshik taqaq tursa, eshikni men ochay.
ishqa keldingiz? Atam ko'rib qilishdan ilgari bu yerdan darhol ketdim. Siz bilan ko'rishga keldim. Kimga gap qilyapsiz, Salma? Kambag'al bir kishi ekan, bizdan sadiq so'rab kelibdi. Taxt varisi Xolidgan-ku bu. Nima? Kirishga ijozat qilamdilar qozi kalan. Albatta. Qani kirsizlar, marhamat. Oldilariga sizlar bilan qudilish deb kelishim. Talabimni rad qilmag'aylar. Qizlari Salmani menga yotliq qilishlarini o'tinaman, qozi kalan hazratlari. Bu biz uchun katta sharaf. Biroq shariat hukm bo'yicha qizning ra'yini olmasak bo'lmaydi. Siz menga o'zingizni o'tinchi degan edingiz. Meni aldab ekansiz emasmi? U vaqt salohiyatini o'chirishga majbur bo'ldim. Chiroyingizda noroziligingiz chiqib turdi. Qaraganda bo'sh qo'shilmaydigan o'xshamamsiz. Ha, men albatta qo'shilaman. Yana sizlarning og'izlariga qarayman, ota. Biz endi urug' tiqaladim bo'lib qoldik. Men bir ishdan hayron qolgan edim. Sizlardan so'rab baqsam bo'larmi? Qani, so'rasizlar, xalifam. O'zlari xato ish qilgan kishining mening bir vazirim ekanligini biladigan turuqliq nima uchun men qozixonda qattiq tegdilar? Vazir baribir sizning qo'l ostilaridagi odam. Shundoq bo'lgan ekan, sizlarmi uning o'xshashlar javobgar bo'ladilar. Qozilik mas'uliyati og'ir va mushkul vazifa. Qozi xato hukm chiqarsa, bu dunyoda jazosini tortib qilish bilan birga oxiratdami qattiq azobga duchor bo'ladi. Deganlari to'g'ri. Undaq bo'lsa to'y ishimizning putganligini qutlab, sura Fatihani o'qaylik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. الله أوصى بالمؤمنات الصالحات الصابرات الذاكرات الشاكرات هن النساء عطر الحياة هن اللواتي غرسنا فينا خلقا ودينا خير الصفات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات من الصفاجر تجري إلى المروى وامرأة فرعون تدعو مع الأسرى من الصفاجر تجري